Oh, nimani o'zi uyg'otib yubordi-yu. Nima edi bu hozirgi? Hozirgi nima edi mana bu yerda? Yo'qolib qoldim. Nima shir turuvdi? Qani, nima edi hozirgi narsa? Tushunmadim. Nima edi hozirgi narsa ko'rindi-yu ko'zimga? Shirda turuvdi. Menga nimadir qarab turuvdi. Qo'shnim eshitmamdi ekan, qo'shnimdan so'ray qani. Qo'shnim qani? Qo'shni. Qayerdasiz qo'shni? Chiqadi yo'q, sandig'ini kovlasam ekan. Xatmi? Qanday qo'yibman? Xat. Qanaqa xat? Nima deb bizga qarab turibdi? Bu yerda nimadir hozir yana ko'rindi-da. Qanaqa xat ekan? Ko'raychi. O'g'lim. Men qo'shningni o'g'irlab ketdim. Uni topish uchun sen tepalikka bor va uni qutqar. Qanaqa tepalik ekan? Ha. Bu yerdagi tepalikka borish kerak ekan. U kim bo'lishidan qat'iy nazar uni yo'q qilishim kerak. Qo'shnim kerak menga. Maxfiy sandig'imdan o'zimga kerak narsani olishim kerak. Benim tikirkavrik qilich kerak bo'ldi. Mana bu yerda aslahalar solingan joy bor edi. Shu yerda turibmagan, qani borib kelaylikchi. Hech narsa yo'q ekan. Qani boramiz. Bidrok bilan o'ralgan ekan narsalar. Nimalar bor ekan? Qalqon bilan aslaha. Pastga kovlamagan ekan. Yonidan asta kovlaymiz. Kovlab o'tamiz va aslahalarni olishimiz kerak. Bizga aslaha kerak juda. Yaxshi. Kimniki bo'lsa ham xafa olmaydi. Shuncha ketamiz. Tepalikka deydi. U ham qishloqning nari chetida, shungacha borishimiz shart. Tepalikni bilaman, qayerdaligini boray qani. Qishloqlardan so'ray nima bo'lganini o'zi. Qishloqlar har doim joyda turgan bo'lsa kerak. Pitakda. Yaxshimisan? Qaramashada maxluq paydo bo'ldi-da, qo'shnim yo'q ekan. Qo'shningni o'g'irlab ketdim deb tashab ketibdi. Shuni bilmaysanmi? Ha, uni ko'rgandim, tepalikda. To'xta endi, ondan so'raguncha borib kelamiz. Bu tarafdan boramiz, astagina. Tepalikka chiqish kerak hali. Qiyin. Avvali. Mana sher bo'lsa kerak. Chiqamiz. Yo'q. Qayerda ko'zimni ochdim. Yaxshimisan? Qo'shnim-ku. Nima qilyapsan bu yerda sen? Eslab bo'l. Sen kimsan? Voy. Tushunmadim. Men seni hali yo'q qilaman. Yo'q. Shuncha narsa tushunmadim. Tushunma shu narsalar. Yaxshi bo'pti. Kim taqilatyapti? Kimsan?